O'zbek qaynonalarim trenddagi marojnidan yesin. Qovunni yarmini kesib, bir hafta morozilinlikka qo'yib qo'yganman. Mana muzlagan. Endi buni ichiga qaymoqdan solamiz. Mana bir qoshiq qaymoq soldim. Endi buni qirib, qaymoq bilan aralashtirib ko'ramiz. Mana marojnilarimiz tayyor bo'ldi. 3 soat xolodilnikda morozilkasida turdi. Hozir endi buni ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana marojnilarimiz. Hammasini ochib ko'rsataman. Bismillah. Mana. Sarig'idanmi? Bolalaringga xohlagan rangisidan olib beraverasizlar mana. Mana.